30 gektar paxtaga tomchilatib qilib bo'ldi. Shinjon usulida tomchilatib qilib bo'ldik. Mana hozirgi kunga kelib 3 talab ko'sa, 15 talab shona ko'rsatdi. Shinjon usulini ekishda afzalligi shundan iborat ekanki, buni o'zi aslida vaqtliroq qilishimiz kerak ekan. Bunga endi biz ko'rib bilib endi erishdik. Afzalliklar asosiy birinchi ochirda bizga fermerlarga suv sog'lig'idan imtiyoz. Ikkinchisi yer sog'lig'idan imtiyoz. Qolaversa mineral o'g'itlardan tejash, ishchi kuchidan tejash, yoqilg'idan tejash, qolaversa mexanizator texnikalardan juda tejamkorlik bilan ish olib boryapmiz. Shu xitoyliklar har 15 kunda nazorat qilib turibdi. Yaxshi, yomon emas, Xudoga shukr, juda ham chiroyli, biz kutilgandan a'lo darajada natija beryapti. Suv tanqisligi bo'yicha umuman muammo yo'q. Vaqtida suvni beryapmiz. Mana mineral o'g'it bo'yicha ham mineral o'g'itni mana oldin 2 barobar saplardik. Oldingi eski usulimizda. Hozirgi kunga kelib 3 dan birini solyapmiz. Bu nima? Bu faqat bu tomchilatibda tomirni o'ziga boryapti. Oldin ariqqa solardik, oqib ketardi. Hozirgi kunga kelib faqat tomirni o'ziga o'zi oziqlanyapti. Fermerlar uchun juda ham katta sharoitlar qilib beryaptilar. Birinchisi bank kreditlarini, imtiyozli bank kreditlarini birinchi ochirtib berdilar. Birinchi ochirtda. Ikkinchisi bizga shuni subsidiyasini qaytarib beryaptilar. Mana hozir kunlarda mana paxtani etap-etap ko'rib boryapti. Subsidiyasini qaytarishga hozirgi kunda biz sazovor bo'lib turibmiz. Hozirgi kunda bizni mana shu olgan kreditimni 40% ni subsidiya qilib qaytarib beryapti davlat. Manfaatdorlik zo'r hozirgi sharoitda, Xudoga shukr. Shinjon usulida tomchilatib usulida qilingandan keyin juda ham katta Xudo xolisi natijalarga erishamiz yilning yakuniga bo'yasa Xudo xolisi deb kutyapmiz.